Efirda ochiq muloqot eshitsak. Zamonamizning eng dolzarb mavzulari. Afsuski qaysi bankada yo'q, bilib bo'lmaydi. Bankaga tushib Murojaatlardan yarmi zo'ravonlik bilan bog'liq. Masalan, bitta zo'ravon dorixonada mana shu dori mana shu shaxsga qimmat ariza bermagan taqdirda taqdirida ham shunaqa. Erkin fikr almashish. Muammolar yechimiga birgalikda yondashish. Yurist, psixolog innovatsion shaklda is gazdan zaharlanish kabi salbiy holatlar ota-ona mana shu farzandi tarbiyasiga mustahkam bo'lish kerak. Ochiq muloqot eshittirish. Birgalikda tinglaymiz. Ochiq muloqot. Qashqadaryo viloyati agrokimyoviy tahlil markazi mutaxassislari tuproq agrokimyoviy tahlillarini o'tkazish va qishloq xo'jaligiga yetkazib beriladigan barcha turdagi mineral va mikrobiologik o'g'itlar sifatini nazorat qilish, tuproq va qishloq xo'jaligi mahsulotlari tarkibidagi pestitsid, nitrat va og'ir metall tuzlari qoldiqlarini dala sharoitida radiologik, toksikologik tahlillardan o'tkazish singari vazifalar bilan shug'ullanib kelishmoqda. Agrokimyoviy tahlil markazi tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlar doirasida agroklasterlar, fermer va dehqon xo'jaliklariga, tomorqa yer egalariga tuproqning agrokimyoviy xaritalarini tayyorlash uchun tuproq namunalari olish tadbirlarining ahamiyati xususida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borishmoqda. Tuproqni agrokimyoviy tahlildan o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan sifatli va mo'l hosil yetishtirishdan iborat, deydi markaz laboratoriya mudiri Mirjalol Ravshanov. Hurmatli Prezidentimizning 2024-yil 30-dekabrdagi 465-sonli Prezident qarorida ko'rsatilgan qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlarni ta'minlash maqsadida viloyatimizda mavjud 4154 gektar, viloyatimizda mavjud 5319 ta fermer xo'jaliklarining 4154 gektar yer maydonlarida, ya'ni dala chetlari, kollektor va drenaj atroflaridan tuproq namunalari olinib, laboratoriya tahlilidan o'tkazilib, fermer xo'jaliklarimizga tegishli xulosalar berish ishlari jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. Bundan maqsadimiz asosan hududlarga bo'lingan holda yuqori, o'rta va quyi hududlarining tuproqlarining unumdorligi, iqlimidan kelib chiqqan holda qaysi turdagi mevali ko'chatlarni ekishni, qancha miqdordagi mineral va organik o'g'itlar kiritilishini, ilmiy talablarni ishlab chiqib, tahlil xulosalarini berish ishlarini amalga oshirib bormoqdamiz. Biz hozirgi kunda bizning laboratoriyamizda 22 ta oliy ma'lumotli va malakali mutaxassislar faoliyat olib borilmoqda. Bizning laboratoriyamiz eng zamonaviy oxirgi rusumdagi apparatlar bilan ta'minlangan va jihozlangan, tez, qulay va aniq tahlil xulosalar berish bizlarda mavjud hisoblanadi. Undan tashqari, hozirgi prezidentimizning tashabbusi bilan viloyatimizga 10 ta mobil laboratoriyasi olib kelindi. 10 ta mobil laboratoriyasining hammasi ham eng zamonaviy rusumdagi apparatlar bilan jihozlangan. Bunda asosiy yutug'imiz dala maydonlariga borgan holda tuproq namunalarini olib, tuprog'imiz tarkibida harakatchan fosfor, almashinuvchan kaliy, gumus miqdori, pH miqdori, tuproq tarkibidagi o'zgaruvchi azot miqdorini aniqlab, tegishli tahlil xulosalar berib, fermer xo'jaligimizning tuproqlarida konturlar kesimida qancha miqdorda mineral o'g'itlar va qancha miqdordagi organik o'g'itlar kiritishini tahlil xulosa qilib beramiz. Bundan asosiy maqsadimiz birinchidan ortiqcha o'g'it zahardir deyiladi, bizda bir ibora bor. Undan tashqari, agar ortiqcha o'g'it kiritiladigan bo'lsa, birinchidan yerning tuzilishi, struktura qatlamini buzib yuborishi mumkin, yerning sho'rlanish darajasi oshib ketishi mumkin. Ikkinchi masala iqtisodiy masala bo'lib hisoblanadi. Ortiqcha o'g'it olgan fermer ko'p sarf xarajat qiladi. Bu fermerning cho'ntagiga ziyon. Ikkinchidan tuproqlarimizning struktura tuzilishini buzib yuborishi mumkin. O'shani oldini olish maqsadida biz tuproq namunalarini olib, tahlil xulosalar berib bormoqdamiz. Bizda bir eski talqin bor. Bitta hudud yoki bitta tuman bo'ladigan bo'lsa, o'sha tuproqlari hammasi har xil darajada ta'minlangan hisoblanadi. Yer tuprog'ining unumdorligi, lekin bir xil miqdorda mineral o'g'it kiritish bu noto'g'ri hisoblanadi. O'shani hisobidan ilmiy talab ishlab chiqamiz. Konturlar kesimida qaysi mineral o'g'itlardan qancha miqdorda berilishini biz ishlab chiqamiz xaritagrammalarimizda.
o'sha tahlil xulosalar berib boradi. Bu fermer xo'jaliklarimiz uchun juda foydali hisoblanadi. Biz o'rta quyi zonalarga tuproqlarni o'rganib chiqib tegishli xulosalar berib bormoqdamiz. Bu zonalarga asosan tut, bodom, olxuri va gilos kabi eksportbop mevali daraxtlarimizni ekishni tavsiya etdik biz. Eksportbop mevali daraxtlarni birdan eksa bo'ladimi? Ha, albatta bo'ladi. Sababi biz tahlil xulosalarimizda o'sha yerining o'sha eksportbop mevalar yetishtirish uchun kerak bo'ladigan barcha turdagi o'sha mineral o'g'it va organik o'g'itlarni qancha kiritilishini ishlab chiqdik va o'sha biz tavsiya etilgan dala chetlari, drenaj va kollektor atroflariga o'sha xulosamizda ko'rsatilgan miqdorda mineral o'g'itlar va organik o'g'itlar kiritilishini ishlari boshlandi. Albatta bu kiritilish ishlari to'liq yakunlangandan so'ng ko'chatlarimiz albatta o'z samarasini berish boshlaydi. O'sha eksportbop meva daraxtlarimiz yetishtirilib, eksportbop mevalar chiqara olamiz deb hisoblayman. Undan tashqari biz mevali daraxtlarimizni ekkanimizdan so'ng suv bir muncha tanqis bo'lgan o'rta va quyi zonalarimizga ko'chatlarimizni ekkanimizdan so'ng qishloq xo'jaligi termin bor, mulchalash tavsiya beryapmiz. Mulchalash degani nima degani? Bu ko'chatlarimiz, o'simliklarimiz ham barcha turdagi o'simliklarimiz yosh bolaga o'xshatamanda, qaysi turdagi mineral o'g'it va qaysi turdagi organik o'g'it beradigan bo'lsak, o'shani iste'mol qilardi. Buning uchun biz asosan ko'chatlarimizni ekkanimizdan so'ng o'sha ekishimizdan oldin albatta yerlarimiz ag'darilib, o'sha kerakli miqdordagi mineral o'g'it va organik o'g'itlar kiritilganidan so'ng ko'chatlarimiz ekilib, ko'chatlarimizning ildizli atroflariga o'simliklar ang'izlari va undan tashqari somon va shu kabi o'simliklarning qoldiqlarini ekkan ko'chatlarimizning ildiz atroflariga qoplama sifatida qo'yadigan bo'lsak, biz sug'organimizdan so'ng o'sha suv, misol uchun o'rta quyi zonalarda yoz kunlari 1 kun, 2 kunda, uzog'i bilan 3 kunda ildiz atroflari qurib qoladigan bo'lsa, biz o'sha mulchalash ishlarini olib borganimizdan so'ng bir muncha yuqori bo'ladi. Ya'ni bu 3 kundan emas, 1 hafta 10 kungacha o'sha atroflar namlikni saqlab turadi. Va bu bilan birga bizning o'simliklarimizga ko'chatlarimiz tutib, ya'ni yaxshi rivojlanib, daraxt bo'lib ketishiga bir muncha imkoniyati, ya'ni bir muncha foizi yuqori bo'ladi deb hisoblayman. Bugungi kunda qishloq xo'jaligidagi dolzarb tadbirlardan biri bo'lgan dala chetlariga daraxtlar, mevali ko'chatlar ekish, eksportga yo'naltirish borasida qilinayotgan ishlar haqida viloyat agrokimyoviy tahlil markazi direktor o'rinbosari Sunnat Hasanov to'xtalib o'tar ekan, tahlillar natijasi bo'yicha yerdan foydalanuvchilarga agrokimyoviy, ilmiy asoslangan kartogrammalar ishlab chiqadi. Ekin maydonlariga qo'llaniladigan mineral o'g'itlar agrokimyoviy tahlildan o'tkazilib, ularning davlat standart talablariga javob berishi tekshiriladi va tegishli xulosalar berilishini ta'kidladi. Hozirgi kunda qaraydigan bo'lsa, bugungi kunga qadar bizning Qashqadaryo viloyat agrokimyoviy tahlil markazi tomonidan viloyatimizda 5135 ta fermer xo'jaligining dala cheti, drenaj atrofi, bundan tashqari biz mahallada ham ishlaymiz. Mahallalarda har bir mahallaning tomorqa yer egalari, ko'p qavatli uylar oldi, tuproq namunalarini olib, tuproq tahlillariga asosan qaysi ko'chat va qaysi mevali ko'chatdan ekishlar bo'yicha tavsiyanomalar berib bormoqdamiz. Dala chetiga keladigan bo'lsak, chunki qarovsiz yotgan ya dala chetidan foydalanmagan yer maydonlaridan unumli foydalanish maqsadida biz o'zimizga birinchi o'rinda mevali ko'chatlar ekkanimizda ichki bozorimiz, eksport bo'lib mevali ko'chatlar tavsiya berib bormoqdamiz. Bular qaysi desangiz, bular Chilonjiyda, gilos, behi, shaftoli, olcha ko'chatlar biz tuproq tahlili amalda ko'rib chiqdik. Masalan, Nishon tumani, Mirishkor tumani, Muborak tumanlariga asosan sho'rgilos tavsiya qildi, chunki tuproqda sho'rlanish juda kam darajada sho'rlanganligi tuproqlar hisoblanadi. Bu aytgan bo'lsak, sho'rlanish nima hisobiga? Masalan, tuproqda muhitiga kelib taqaladigan bo'lsak, tuproq ishqoriyligini ta'minlaydi, chunki bu sho'rgilos ishqoriy muhitda yaxshi o'sib, yaxshi hosil beradi. Shuni hisobidan o'rta zona, yuqori zonalarga esa gilos, shaftoli, asosan yuqori zonani olayotgan bo'lsa, Sharsabz, Kitob, Yakkabog' tumanlari hisoblanadi. Yakkabog' tumanlariga bu yerda asosan olma ko'chatlari, shaftoli, Chilonjiyda kabi daraxt ko'chatlari yaxshi o'sib,
yaxshi hosil bo'ladi, ya'ni sentneri ham yuqori bo'ladi. O'rta zonani oladigan bo'lsak, o'rta zonamiz asosan cho'l mintaqa hisoblanadi. Masalan, Ko'kdala tumani hisobga oladigan bo'lsak, Koson tumanining katta hudud qismi cho'l zona hisoblanadi. Bu yerlarda suv bilan ta'minlanish juda pastroq, suv yetib borish qiyin bo'lgan hududlarga asosan tut tavsiya qildik. Sababi tut ancha suvga ham chidamli o'simlik hisoblanadi. Mana suvsizlikka chidamli o'simlik hisoblangani uchun shu kabi anavilarni berdik. Tavsiyalar namolarda biz aks ettirib o'tganmiz. Har bir xo'jalikka olib borib, mana shu karantin inspektor xodimlari bilan birgalikda tavsiyanomalarni tarqatib, da'vonomalar tuzib ishlarni amalga oshiramiz. Qashqadaryo viloyatidagi barcha klaster, fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari hamda tomorqa yeri egalarini biz bilan hamkorlikka chorlayman, chunki tuproq analiz qilmasdan turib mineral o'g'it bo'yicha to'xtaldik o'rtada. Chunki mineral o'g'it qo'llashdan oldin birinchi o'rinda fermer xo'jalik, dehqon xo'jalik shuni bilishi kerakki, qaysi ekin ekmoqchi va o'sha ekinga yerni tanlay bilishi kerak. Birinchi o'rinda tuproqning mexanik tarkibi bor. Mexanik tarkib deyotgan bo'lsak, mexanik tarkib 3 ga bo'linadi. Qimoq, o'rta qimoq va og'ir qimoq tuproqlarga bo'linadi. Masalan uchun og'ir qimoq tuproqlarimiz o'qildizi o'simliklar yaxshi o'sib, yaxshi hosil bera olmaydi. Og'ir qimoqli yerlarda esa popukildizi o'simliklar yuqori hosil beradi. O'rta qimoqli tuproqlarda esa o'qildizi o'simliklar yaxshi rivojlanadi. Popukildizi o'simliklar rivojlanishi uchun bu noqulay bo'ladi. Noqulayligi sababi yog'ingarchilik vaqtida yerni yuzaq qismi o'rta qimoqli tuproqda 30% namlik saqlab qoladi. Buning hisobidan namlik yer ostiga tushib ketgandan so'ng popukildizi o'simliklarning ildizi qurib qoladi. Natijada hosildorligi kamayib ketadi. Bularni oldini olish maqsadida barcha yerdan foydalanuvchilar biz bilan hamkorlikka chorlaymiz. Tahlillar natijasi bo'yicha yerdan foydalanuvchilarga agrokimyoviy, ilmiy asoslangan kartogrammalar ishlab chiqiladi. Ekin maydonlariga qo'llaniladigan mineral o'g'itlar agrokimyoviy tahlildan o'tkazilib, ularning davlat standart talablariga javob berishi tekshiriladi va tegishli xulosalar beriladi. Siz ochiq muloqot eshittirishni tingladingiz. Muallif jurnalist Lobar Haydarova, musiqiy bezakchi Hilola Isayeva, matnni Dilso'z Bo'tayeva o'qidi.